tuyg'usi. Ömür esir halqıgan momam daim kulib turardi. Uyimiz kelgan mehmonlar uningdan uzun ömürning sirini so'raydigan. O yanılı kulib turib, "Qanoat balam" deydi. Paranlasak o hazırgı butunlay o'xshamaydigan ajoyib bir zamonga boshlab kiratdi-da, o yerdagi qahatchilik, qattiqchilik dastidan go'yoki gallarimiz qurgan holda qanmay anglab ketatdik. Ana shunday qattiqchiliklarni esga olgandimi, momamning chehridan shu kulgisi jillanib turardi. "Balam, nimani qadrlasa shunga boy bo'ladi kishi" degach, erinmay o'ltirib parcha porat pullarning burchaklarini tuzaydi. Tuzab bo'lib kulib qo'yadi. Momamdan udum qolgan mekin yeshi yarim asrchilik dadammi kulib turadi. Boshqalar uningdan qanday qilganini yashtirish to'g'risi so'raydi. O daim javoban "Kang qo'rsaqliq balam" deydi. Dadasidan kichikli yetim qolgan dadam azaldan o'zining o'tmishni jafoliq qilib tasvirlamaydi. Asli odam o'zi xolisa qalbiga necha osmonga petib ketadi. Apamdan hadillarim to'y to'g'riliq savollarni so'raganda, apamning eng jiq ta'kidlaydigani "Savrning tega oltin balam. Muhabbat xuddi bir sehrga o'xshash. Qarshi tarafning aybini yapsa, oila lopinek o'xshaydi. Savrchanlik bilan oilani parvish qilishingiz kerak. Chunki 27 yildan buyon turmushingizda bo'lib boqmagan odam bilan ayrim bir dunyo barpo qilish uncha osonga to'xtamaydi" deydi. Men bo'lsam kichikligimga qaramay, o'zim uchun bir qonuniyat turg'izdim. Ismini minnatdorlik deb nomladim. Onunğa hozirgi odamlarda kam bo'layotgan men momamdan o'rgangan qanoat, dadamdan o'rgangan kang qo'rsaqliq, apamning qilgan savrchanlik yo'g'rilgan va kichik ishlarga qo'ymay minnatdorlik bo'ladigan mijozim singdirilgan. Turmush ritmining tezligi va turmush besimining ig'irligi zimmisini besib olib, baxtdan yiroqlab ketganlar oz emas. Amaliyotda baxt hech qachon hech kimni tashlab ketgan emas. Faqat qanoatsizlik, ichtorlik, toqatsizlik ba'zilarning ko'zini to'sib olgan xolos. Go'dakligimdan hozirga qadar so'rab kelgan va menga olib yursam deydigan bir angishtirim bor. U bo'lsa baxt. Baxt shuki, baxt cho'qim orzularimizdagidek yiroq kelgusida bo'lishi va cho'ng ishlarda bo'lishi notayin. Baxt bizning qiynalmay olgan har bir nafaslarimizda bo'ladi. Baxt sahardagi quyoshning derizni kesib o'tganini ko'rgan ko'zlarimizda bo'ladi. Baxt apamiz rishtisi bilan damlangan har bir piyolning havo qo'yilgan g'orida bo'ladi.